Ya'ni robotlarni, indikatorlar nima uchun ishlatilmaydi deyiladi. Ularda ограничение qo'yilgan bo'ladi. Misol uchun, bir robotni yaratguncha, misol indikatorni yaratguncha, ularning nastroyka spesialniy bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, nastroykani ichidirga qo'yishadi, keyin ishlatishadi, ba'zida har xil nastroyka qilib ishlatishadi. Robotlarga ham xuddi shunday. Ularga hissiyot degan narsa yo'q. Misol uchun, uptrendni o'qi desa, robotga uptrendni ko'rsatadigan, downtrend ko'rsatadigan, liniya chizib beradigan robot yaratiladigan bo'lsa, unga misol uchun uptrendni o'qiysan, nechtadir sham o'qish kerakli uchun yoziladi. Misol uchun 200 ta shamni o'qiysan, 200 ta shamdan iborat bo'lgan uptrendni aniqlab berasan deyishadi. Misol uchun, u uptrend 230 ta bo'layotgan bo'lsa, faqat 200 tasini o'qiydi. 30-sini o'qimaydi, 30tasini o'qimaydi. Noto'g'ri yo'nalish ko'rsatib yuborishi mumkin, adashib ketadi. Yoki bo'lmasa 100 ta shamni o'qiysan, 200 tani o'qimaysan deb qo'ysa, misol boshqa 100 ta shamdan ortig'ini o'qimaysan desa, u trend yo'nalishi 200 ta shamdan iborat bo'lsa, u faqat 100 tasini ko'rsatadi, ложный проводda downtrend deb ko'rsatib yuborishi mumkin keyin. O'shanda u hali ham uptrendga ketayotgan paytda downtrend qilib, keyin downtrend liniyasini chizib qo'yadi. Aytmoqchimanki, ularga ограничение qo'yilgani sababli trend yo'nalishini to'g'ri bilmaydi. Ularning muammosi shu. Agar tradingda ham robotlar, indikatorlar muammosi shu. Siz mana grafikni ko'rib deganda ko'ra olmaydi. Ular faqat sanab turib sizga signal beradi. Shamlarni sanaydi, nima deydi, ob'yomni sanaydi. Shunga qarab turib, ular signal beradi yoki yo'nalish ko'rsatadi. Keyin istoriyadan kelib chiqqan holatda hisob-kitob qilib yo'nalish ko'rsatadi. Shuni hisobida unga 100% ishonib bo'lmaydi. Indikator, robot hech qaysiga 100% ishona olmaysizlar. Ishonsanglar ketdinglar akalar, shu polni minus qilaverasizlar. Faqatgina indikatorda ham mana ba'zi indikatorlar bor, bayga oching deb o'zi yozib qo'yadi, selga oching deb yozib qo'yadi misolda. Ularni umuman eng xavflisi o'sha bo'ladi, indikatorlar. Umuman ishlatmaslik kerak. Faqat yo'nalish ko'rsatadigan indikatorlarni ishlatsangiz, misol inside bar ko'rsatadigan yoki qanaqadir yo'nalish ko'rsatadigan, tushunib olinglar, hozirgina ko'rsatadigan indikator ham yo'nalish ko'rsatadi. Boshqa narsani bayga och, selga och demaydi. Bunga ozgina o'zimizni miyamizni qo'shamiz. O'shandagina ishlata olamiz. Bo'ldi, bo'lmasa boshlaymiz. Tak. Men o'rgatadigan strategiyalarni akalar, strukturani umuman o'sha strategiyalarni ko'rgan odamlar agar ishlata olmayotgan bo'lsa, demak, bozor strukturasini yaxshi tushunmaydi. Nima deydi? Ba'zi bir terminlar bor, ularni yaxshi tushunmaydi. Vobsheta ularni qanaqadir tajribasi kamdir bozorga. Shunchaki ko'rib turib ishlatib ketib bo'lmaydi strategiya. Bilim kamligidan ishlata olmasligi mumkin. Tradingda aynan asosiy ish deb hisoblamagan odamda ishlata olmasligi mumkin. Tradingni asosiy o'ringa qo'ymasanglar, tradingdan voz kechaveringlar, ishonaveringlar. Kimdir qurilishga ishlaydi, kimdir qaysidir unga kompaniya menejer bo'lib ishlaydi, lekin boshqa tradingda, boshqa temada ishlashadi. Uni ikkinchi darajada ham foyda qilsam, shu ham ikkinchi darajali ishim bo'lib tursin deb tradingni shunaqa maqsad qilib qo'ysanglar, umrlaringizda oxirigacha trader bo'la olmaysizlar. Ishonaveringlar, 100% trader bo'la olmaysizlar. Tamom. Mana buni birinchi o'shatga qo'ysanglar, o'shanda trader bo'lasizlar. Xullas, o'rtoqlar, boshladik. Hozir men ekranga bitta ulay grafikda, mana misol uchun mana jingalay bo'lyapti, bozorda jingalay bo'lyapti. Mana shu ahvolda ko'p kishi kirib turib tushunmaydi. Misol uchun tahlil qilishda ba'zilar tushunmaydi. Kimdir o'zicha trend liniya tortadi, kimdir unday trend liniya tortadi. Misol uchun aytaman, kimdir zona belgilaydi, misol nasional zonamiz ekanda belgilaydi. Misol uchun aytaman-da. Lekin aniq bir nima deydi, qonun, qoida yo'q-da. Ya'ni tradingda qoida bo'lmasa dabdala. Tradingda qoida bo'lmasa dabdala. O'shaning uchun ma'lum bir qoidaga asoslanib trade qilgan odam bir simini ikki sim qiladi. Bozorda profitlar ham bo'ladi, stop losslar ham bo'ladi. Hech qanday 100% ishlaydigan strategiya yo'q. 100% ishlamaydi hech narsa. Misol uchun men ham stop loss deyman ba'zida. Tik profitlar, ya'ni odamning o'zini отчети bo'ladi.
umumiy izdelkalar sonidan kelib chiqqan holatda tek profitlar soni ko'proq, stop losslar soni kam bo'lganda, o'shanda siz profitda chiqdim deb hisoblab olasiz. Ertalab turib izdelka ochib turib, ikkita uchta izdelka profit bo'ldi, soat endi debit bo'lyapti. Bu degani siz bo'ldi, bir kun hisobdan foyda chiqdingiz degani emas. U kechga borib o'sha pulingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Tartib bilan savdo qilib, oxirida отчётingiz bilinadi sizda. Ya'ni kechga borganda 10 ta izdelka ochimman, 2 ta stop loss yeyman, demak 8 tasi foyda bo'lib deganda, o'shanda siz foyda chiqarganingiz bilinadi. Aytmoqchimanki, men ko'rsatadigan strategiyada ham nima deydi, stop loss bo'lishi mumkin, qaysidir hisobda. Aynan buni ключевой joylari ham bor, uni ham hali aytib o'taman. Xudo xolasa, agar bu efirda bo'lmasa, keyingi efirda aytaman. Bizda mana indikatorga kiramiz. Bizda birinchi indikator kerak bo'ladi. Indikatorga kiramiz. Oldin teoriyada tushuntirib bera qolay. Misol uchun, bozorda strukturamiz mana bunaqa shakllanadi. Har xil shakllanadi, strukturani bilmaymiz. Strukturani bilmasak agar. Chaqib ketib qoldi. Videoda ja cho'zyapman, efirda sraz ko'rsataman, sraz chiqib ketamiz. Birdan big test qilinglar. Bu narsani big test qilmasanglar bo'ldi. Ishlata olmaysizlar. Big test qilish kerak, trenirovka qilib, keyin ishlatish kerak. Bo'lmasa ishlata olmaysizlar bu to'g'ri. Ishonaveringlar. Misol uchun, bozorda shunaqa holat, to'g'rimi? Mana shu holatda biz indikatorni yo'qolamiz, ya'ni qaysi indikator? Ya'ni EMA degan indikatorni hamma biladi. O'shani yo'qib olishimiz kerak bo'ladi. Indikator bo'limi yo'qadigan bo'limga kirasiz. EMA deb yozasiz. EMA. Keyin ba'zida exponential moving average degan yozuv chiqadi. Ba'zida mana bunaqa yozuv chiqadi. Nima deydi? Mana shu birinchisidagi yozuv chiqsa, shuni bosasizlar. Agar bu yozuv chiqmasa, bu indikator chiqmasa, exponential moving average degan yozuvga o'xshagani chiqadi. Xullas, mana shu indikatorni bosasizlar. Shu indikatorni bosasizlar. Mana albatta ulanib ketdi. Buni o'chiramiz. Mana bunaqa indikator chiqadi. Bu nastroykasi bor, uni ham olib ko'rsataman. Mana shu indikatorni yo'qolamiz. Bizda bitta indikator emas, ikkita indikator kerak bo'ladi. Ikkita indikator kerak bo'ladi. Tak, indikatorda ham rasmini tashlab qo'yaman. Kirib olasizlar. Mana ikkinchisini ham yoqib oldik. Hozir mana chiziqning ustida turgani uchun ko'rinmayapti. Uni nastroykaga o'tib, birinchisini 18 birinchisini nastroykasini faqat shu joyini o'zgartirasizlar. 18 qilasizlar. OK deb bosasizlar. Ikkinchisiga o'tasiz. Nastroykasiga. Bunisini 80 ga qo'yasizlar. 80. Endi buni rangini o'zgartirasizlar. Rangini o'zgartirish kerak. Ikkovi bilinib turishi kerak addimida. 80 ga qo'yasizlar. Ya'ni qizilgami, endi zo'boy rang qaysini yoqtirsak o'shani qo'yib olasiz. Tamom. Ko'k, qizil. Bularning vazifasi qanday? Misol uchun, bularning vazifasi qanday? Misol uchun, bizda indikatorimiz manda yuradi, bunaqa yuradi. Motorsizmi? Bunaqa yuradi. Endi bunaqa yuradi. Kattasi bu 80 nastroyka qilganimiz mana shunaqa yuradi. Misol uchun. Buni rangini endi sariq qilib turaylik. Chunki men orqasidan qizil chizib qo'yganman. Shuning uchun sariq qilib turaylik aka. Ana endi ikkinchi indikator buni mana bu yo'nalishlariga qarab turib, mana ichki trendning ichki trend yo'nalishiga qarab turib yuradi. Bunaqa yuradi, ichki trend yo'nalishiga qarab turib. Xuddi hot dog ustiga ketchup mayonez qo'yilganga o'xshab qoldi. Xullas, buni yashil qilib qo'ya qolaylik.
Mana buni qora qilib qo'yaylik, mana bu strukturani o'zini rangini bilib tursin. Qaranglar, nima uchun ikkita indikator ishlatamiz? 80 ga qo'yilgan 80 ga qo'yilgan mana katta indikatorimizni, mana bu indikatorimizni vazifasi umumiy strukturani yo'nalishini ko'rsatish vazifasi, kichkinasini vazifasi ichki strukturani ko'rsatish. Ichki strukturani ko'rsatish. Biz bunday qilamiz. Biz mana shu joyda xullas indikator yoqib olganimizdan keyin rangini o'zgartirib, nastroyga qo'yib olamiz. Shunchaki agar bizda umumiy struktura downtrendda bo'layotgan bo'lsa, M15 time frame ni kuzatamiz birinchi. M15 hali grafikni ham ko'rsataman, osonroq bo'ladi to'g'risi. M15 time frame ni umumiy struktura downtrendga razvorot qilib, ya'ni mana bu strukturada mana bu trend liniya bor-ku, trend liniya. Indikatorda liniyasi bor-ku, indikator liniyasidan mana bu struktura chizig'imiz pastga yorib o'tgan bo'lsa, mana bu indikator liniyasidan pastga bo'lsa, demak umumiy struktura pastga qarab ketadi degani o'rtoqlar. Umumiy struktura. Va shu joyda ichki liniya ham pastga bo'lsa, ichki liniyadan, tashqi liniyadan, indikatordan, ichki liniyasidan, tashqi liniyasidan strukturamiz pastga joylashgan bo'lsa, xuddi mana shu joyda biz switchning strategiyani o'rgatganman. Ya'ni kanalimizga hozir yangi kuzatadigan akalarimiz bo'lsa, o'sha strategiyani ko'rib olasizlar. Xullas, biz mana shu joyda bitta korreksiya bo'lib, yashil sham hosil bo'ladigan joyda bitta qizil bo'lib poglasheniyani topib olishimiz kerak. Poglasheniyani qoidasini bilasizlar akalar. Poglasheniyani qoidasini bilasizlar. Ana shu joyda Fibonacci tortamiz. Fibonacci tortamiz shu joyga. Biz nima uchun bu katta strukturada birinchi tortib olyapmiz Fibonacci'ni? Ya'ni biz bilamizki, mana shu joy 15 minut time frame ni tashqi strukturasi ham, ichki strukturasini ham bizga indikator downtrend deb ko'rsatyapti. Shu maqsadda poglasheniyani topib, pastga poglasheniya qilganini topib olishimiz kerak. Va biz bilamizki, poglasheniya qilgandan keyin 1.618, ya'ni Fibonacci'da oltin kesim zonasi 1.618 ga обязательно borib berish kerak. To'g'rimi? Обязательно borib berish kerak. Ya'ni 80-85% borib beradi. 2.618 ga prognoz. Yo borib berish mumkin, yo borib bermasligi mumkin. Ana shu 2.618 ga ham borib berish uchun, ya'ni ko'p holatlarda biz M15 time frame ni indikator yo'nalishini ko'rsatadigan yo'nalishidan strukturamiz pastga bo'lgani uchun shu poglasheniyani topdik. Bu 2.618 ga ham borib berish ehtimoli yuqori bo'lishi uchun. Ya'ni videoda yana qayta ko'rib olasizlar, agar mabodo saqlanib qilsam, agar saqlanib qilmasam, hozir ko'rib olinglar. Bizning qiladigan ishimiz mana shu joyda poglasheniya bo'lgandan keyin srazi M1 ga o'tamiz. M1 ga o'tamiz. M1 da o'rtoqlar mana bunday qilib strelka bilan ko'rsatib qo'ya qolay, mana bu dumaloq qilib chizaman hozir. M1 da o'rtoqlar strukturamiz, misol uchun bunday shakllanib strukturamiz mana shu joyda misol uchun cho'ta o'xshamaydi. Xullas, poglasheniya topamiz, poglasheniya topamiz. Mana shu bir zonasida aytmoqchimanki, 1 minut time frame o'tganlaringizdan keyin ham xuddi mana shu ishni qilishlaringiz kerak-da, o'rtoqlar. Mana M15 ga o'tdik-da, strukturamizni yoki indikator yo'nalishi downtrendda ko'rsatyapti-ku. Mana shu ichki trend ham, tashqi trend ham downtrendda deb ko'rsatayotgan indikator liniyasidan pastga bo'lishi kerak. 1 minutlik ham xuddi shunday holatni topasiz. 1 minutlik ham xuddi shunday strukturamiz ikkita chiziqdan ham pastga bo'lishi kerak. Downtrendda bo'lsa, uptrendda bo'lsa tepada bo'lishi kerak. 1 minutlikda ham xuddi shunday holatni topasiz. Agar
indikatorda liniyalardan struktura pastga bo'lsa, yana down trendga qarab, pastga qarab bitta paglashina bo'lishini topasiz. Shu joyda 1 minutlik time frame. Pastga paglashina bo'lishini topasiz. Pastga paglashina bo'lgandan keyin endi strategiyani bemalol ishlatsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Ya'ni switchnoy strategiyani o'sha birinchi videoda ko'rib olasizlar. O'sha switchnoy strategiyani ishlasanglar, bu nima uchun? Nima uchun aynan bunday texnika qilinadi? Sababi o'rtoqlar, e'tibor bergan bo'lsanglar, agar biz stop loss mana bu yerda сделка ochamiz, обязательно stop loss bo'lishi kerak-da o'rtoqlar. Biz strategiyani ishlatyapsizmi? Mana bu nolga stop loss qo'yadigan joyimiz 0 zonasi, to'g'rimi? Qarayapmiz, 1.618 ga keladigan bo'lsa, stop loss hajmi katta-da. Ya'ni risk reward katta bu yerda. Katta. Bu yerda o'rtoqlar nima uchun bu strategiyani men aynan shunday qilib texnika bilan shunaqa texnika qilib taxlab chiqqanim sababi o'rtoqlar, bu yerda riskni kamaytirish maqsad, riskni kamaytirish, ya'ni stop loss hajmini kamaytirish. Stop loss hajmini ya'ni ananday qilib kamaytirish. Ikkinchi maqsad aynan strukturani yaxshi o'rganmagan, tushunmagan akalarimizga yordam bo'lsin degan maqsadda ana shu indikatorni qo'shdim. Bu indikator bizachalik zo'r bilmaydi strukturani, aytib qo'yay. Strukturani bizachalik zo'r bilmaydi, lekin shunda ham yaxshi ishlab beradi. Nima uchun? Biz strategiyani qo'shganmiz, qonun qoidamiz bor. Ya'ni struktura yo'nalishimizda shu ikkita bittasi emas, ikkita indikator orqali biz qoidamizga asoslanib yo'nalishimizni xilla bo'lsa topib olyapmiz. Misol uchun men strukturani bilaman. Men indikatorlarni ishlatayotmayman. O'sha bilaman struktura. Aynan sizlar uchun, ya'ni strukturani yaxshi bilmaganlar uchun ozgina bo'lsa ham yordam beradi. Akalar, agar bunaqa ishlashda, strukturani agar biladigan bo'lsanglar, akalar, yaxshi o'rgansanglar, strukturani, tradingni, boshqa narsalarni yaxshilab bilsanglar, ya'ni grafikni zo'r o'qiydigan, kitobda o'qigandek o'qiydigan bo'lib tushunsanglar, mana bu strategiyalarni hozirgidan ham zo'r ishlatasizlar, akalar. Xullas, strategiyani qoidasi shu. Ya'ni men Fibonacci tortgandan keyin обязательно сделка ochiladigan joy 1 zonasi, ya'ni stop loss, ya'ni 1 minutlik o'tgandan keyin demoqchi edim. 1 minutlik o'tganlaringizdan keyin xuddi shunaqa holat topib olasizlar. 1 minutlikga ham. Ya'ni mana bu yerda umumiy strukturamiz down trendda. Ichki yo'nalish ham down trendda bo'lishi kerak. Ya'ni ichki trenddan down trendda bo'lishi kerak. Ya'ni indikatorda ko'rsatadigan chizig'i bizga strukturani yo'nalishini oz bo'lsa-da yordam beradi pastligiga. Biz aynan 1 minutlik time frame ham shu ikkita liniyadan pastga bo'lgan joyida paglashinani topib olishimiz kerak bo'ladi akalar. Mana shu yerda paglashini topsanglar, sizlarning ochadigan zerkalaringiz hozir grafikda ko'rsataman, 1.608 eqqa tursin, 2.608 zo'r ishlab beradi. Endi o'rtoqlar, sabrli bo'lish kerak degan joyi tradingda aynan shu joyga bo'ladi. Chunki siz bu strategiya bilan M15 bilan M1 da ishlatayotganingiz uchun bir kunda maksimum ochsangiz bir 10 ta сделка ochishingiz mumkin. Balki undan ko'proqdir, lekin 10 ta, ya'ni bozor setup berish, setupiga qarab turib 10 ta сделка ochishingiz mumkin. Balki 8 ta ocharsiz. Endi aytib bo'lmaydi. Bir kunda qancha сделка ochsiz. Bu jamda scalpingga o'xshab 20 ta, 30 ta ochib tashlaydiganda strategiya emas. Aniq сделка, aniq take profit kerak bo'lsa, aniq har kuni foyda olaman desanglar, mana shuni ishlatinglar o'rtoqlar. Osongina sizlar uchun indikator bilan birga qilib taqladim. Xo'p, ana endi grafikda ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Biz M15 time frame ga o'tamiz. Ya'ni EMA indikatorlarimizni nastroykasi birinchisini 80 ga qo'yasizlar, ikkinchisini 18 ga qo'yasizlar. Keyin rangini o'zgartira olasiz, o'zlariga yoqadigan rang bilan o'zgartira olasizlar. Tak. Misol uchun, buni kulchavoy joyini keyin aytaman. Bittasini kulchavoy joyi bor.
Tak, xohlasanglar aytib ketaman. Obsh hammasini hozir birinchi kursda olay grafikdan. Ya'ni bizda mana qizil liniyamizdan, misol uchun qizil liniyamizdan pastda va ko'k liniyamizdan ham pastda bo'lgan shamni, поглощение bo'lganini topib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda oxirgi yashil shamni qora sham birinchisi поглощать qila olmadi, ikkinchisi поглощать qildi. Ikkinchisi. Mana shu joyda birinchi kulchoy joyini aytaman. Ya'ni qaranglar. Bizda tak. Bizda mana bu qizil liniyadan pastga va ko'k liniyadan qora sham o'tib yopilgan. Bizda ana shu qora sham o'tib yopilgan bo'lishi kerak. Misol uchun поглощение bo'lgan. Lekin shpilkasi bilan emas. Qora sham ham buni tagini tanasi bilan yorib o'tib поглощать qildi, ham qora shamni tanasi mana bu ko'k shamni liniyasidan yorib o'tib, ko'k sham deyapman. Ko'k chiziqda, indikator chizig'ida tana bilan yorib o'tib yopilgan. Tanasi pastda yopilgan. Mana bu kulchovoy joyi shu bittasi. Ya'ni shpilka bo'lib qolmaslik kerak. Hozir mana bu yerda отдельно qilib ko'rsataman. Misol uchun ma'lum bir shamning поглощение bo'lgan holati va mana shu ko'k liniya deylik, ko'k liniya tana bilan yorib o'tgan va yopilgan holat bo'lishi kerak. Agar mana bunaqa bo'lib qolib, anda shpilkasi yorib o'tib qolgan bo'lsa, bu o'tmaydi aka. Bu o'tmaydi. Tak. Mana shu holatda bo'lgan, mana поглощениеni Fibonacci tortamiz, Fibonacci maksimumni tortamiz. Qiladigan ishimiz M1 time frame ga o'tamiz. Yo birinchi M15 ga birinchi Fibonacci tortib chiqamiz. Shunaqa поглощение, ya'ni qaysi biri ishlagan, qaysi biri ishlamagan bilib olishimiz uchun birinchi oson bo'ladi, ya'ni. Misol uchun mana bu yerda ham oxirgi yashil sham, ya'ni любой поглощениеni topib olasiz. Down trenddami? Down trendlikni qayerdan bilamiz? Strukturani, ya'ni bilmaysizlar. Misol uchun qizil liniyadan pastda va ko'k liniyadan pastga bo'lib tana yopilgan. Shu joyda mana поглощение bo'lishini topamiz. Yana bitta mana поглощение. Любой поглощение olib ketaverasizda, oson bo'ladi. Tanasidan Fibonacci tortamiz. Tak, misol uchun mana bu ham qizildan pastda, mana yashilda qora sham поглощение qilgan, shu joyga mana Fibonacci tortamiz. Misol uchun. Tak, bu endi bir qitik profit turgan. Yana qaraymiz. Mana aka. Yashil sham, qizil shamdan, ko'k shamdan, qizil liniyadan, ko'k liniyadan pastda turibdi va поглощение qilgan. Mana shu joyda, misol uchun mana shu yerda stop urishi mumkin. Chunki qaranglar, 1.6 bormagan va riski tepaga qaytgan. Mana shu joyda stop loss bo'lishi mumkin. Hozir uni ko'ramiz. Qanday holatda. Endi qaranglar, tepada поглощение bo'lyapti, ishlatmaymiz. Ya'ni qizil liniyadan va ko'k liniyadan pastda turibdi, ishlatmaymiz. Pastga yorib o'tyapti. 3-sham, 4-sham поглощение yo'q, buni ishlatmaymiz. Uni qoidasi bor. Switchning strategiyani kirsanglar ko'rasizlar. Keyingisiga qaraymiz. Mana bu qora sham, yashil shamni поглощение qildi. Ana endi bu yerdan Fibonacci tortamiz. Xullas shuni o'zini bir tekshirib chiqamiz. M1 ga o'tamiz, shuni o'zi. Birinchi tortgan Fibonacci'miz joyiga o'tamiz. Mana ki. Bu yerda ham xuddi shu qonunni ishlatamiz, qoidani, ya'ni indikatorda qoidasini. Qizil liniyadan va ko'k liniyadan pastga bo'lgan joyda поглощение topamiz. o'rtoqlar. Mana bunaqa joyi trading viewda shunaqa ko'rsatyapti. Men o'ylayman, mana shu yerda o'sha поглощение bo'lgan deb o'ylayman. Chunki MetaTrader'da bunaqa ko'rsatmaydi hech qachon. Agar mana bu yashil shamdan pastda qora sham bo'lib qolsa, ob'yomni ko'ringlar. Mana bu ob'yomda mana bu yerdan ochilish kerak-da sham. Mana shu joy. Mana shu ob'yom ko'p tekshirganman mana shu holatda. Mana shu joyda qo'ysanglar, поглощение qilgan bo'ladi MetaTrader 100%. Mana shu yerda поглощение bo'lganda сделка ochgan bo'lardinglar, ya'ni qora sham tanasidan endi shunaqa holat chiqib qoladi, bu kurs o'tib ketadi. Yashil shamda maksimum bo'ladi. Mana bu sham pastga tushgan bo'ladi. MetaTraderga unaqa bo'lmaydi. Trading viewda shunaqa holat bo'ladi. Garant turgan prognozga e'tibor bermagan.
Ya'ni 1.618 gacha yana riskovat qilamiz degan, riskovat qilib ko'ramiz degan o'rtoqlar. Poglasheniyani, ya'ni selga poglasheniyani qiladi. Ya'ni katta time frame M15 minut time frame'ni 1.618 gacha riskovat qilamiz, lekin faqat metod anoni indikatordan pastga bo'lganda manaki. Qizil sham va ko'k shamdan pastga poglasheniya yopilaman. Tepada poglasheniya bo'lgan ishlatmaymiz. Qizil shamdan, ko'k shamdan tepaga. Mana bu yerda qizil shamdan pastga, qora shamdan pastga poglasheniya qilgan mana o'rtoqlar. Maksimum tortamiz, ketdi. Yana. Tak, yana. Tak. Misol uchun mana bu yerda qora sham, yashil shamni poglasheniya qilgan, selga. Mana maksimum tortamiz, ketdi. Garant. Tak, garantga bormabdi ekan mana shu joyda. Ikkitasi take profit, uchinchisi stop bo'ldi. Ana endi o'rtoqlar, Fibonacci'da bir zonasidan mana bu yerda 0.38 zonasiga juda bir 2 marta yaqinlashayotgan bo'lsa, chiqib ketayotgan bo'lsa, uje ishlatmaysiz. Bir marta yo 2 marta сделка uchun ishlatasiz, undan ortig'iga ishlatmaysiz. Bir marta, 2 marta, mana uchinchisi ham uje leshniy mana bu yerda. Bir marta yo 2 marta сделка uchun ishlatasiz. Yana M15 ga o'tasiz keyin oxirida. Yana M15 ga o'tasiz. Bozorda har xil holati bo'ladi. Ya'ni foydani olib chiqib ketish uchun. Ikkinchi poglasheniyamiz mana bu yerda. Qizil shamdan, ko'k shamdan pastda va 1 minutliga o'tamiz shu joyda. Poglasheniya qilib yopilgandan keyin Fibonacci tortamiz va 1 minutliga o'tamiz. Katta yo'qolib qoldi. Mana bu yoqda ekan. Mana misol uchun keyin switchnoy strategiyani yana bir qoidasini aytib o'tganchidim, ko'rgan bo'lsanglar videoga. Mana bu yashil shamni mana qora sham poglasheniya qilgan, ko'rdinglar? Qora sham poglasheniya qilgan uzun sham, juda uzun sham. Buni bunaqa holatda umuman ishlatmaysizlar. Mana poglasheniya qilgan, bunda Fibonacci tortmaysizlar, umuman ishlatmaysizlar. Agar mana shu holatda dalshi tushib ketgan bo'lsa ham, mana shu holatda tepaga chiqib ketgan, to'g'ri. Dalshi pastga tushib ketgan bo'lsa ham, umuman ishlatmaysizlar. Tushib ketaversin, achinmaysizlar. Xullas, mana shu holatda ishlatilmaydi hech qachon. Tushunarli-a? Poglasheniyani hech qachon ishlatilmaydi. Bunisi ketdi. Tak, ana endi. Kichikroq poglasheniyani topishimiz kerak. Kichikroq poglasheniyani. Qaraymiz, kichikroq poglasheniyani. Tak. Manaki. Tak, flat nizom ekanda. Flat nizomga tushib qolgan. Strukturani, ya'ni bu ham aytayapmanki, indikator zo'r ko'rsatmaydi. Hozir men sizlarga fraktalni ishlatib ko'rsatsam, bu yoqqa zo'r olib chiqib ketsa bo'ladi. Misol uchun yashil sham, mana bu yerda yashil shamda birinchi poglasheniya qilgandan mana shu yerda stoplar so'rar ekan. Ikkinchisida. Tak. Ikkinchisida. Xullas, mana bu ikkinchi o'zi kulchovoy joyi o'rtoqlar. Kulchovoy joyi, ya'ni ishlatmaslik kerak bo'lgan. Flatga tushdimi? Hech qachon ishlatilmaydi. Flatga tushgan joyda ishlatilmaydi. Bo'ldi. Ana endi keyingi poglasheniyani ko'ramiz. Mana keyingi poglasheniya M15 time frame'da qizil liniyadan va ko'k liniyadan pastda va poglasheniya bo'lgan. Hozircha birinchi poglasheniya qilgan joyda mana birinchisi mana bu yerdan take profit turdik. Tak, qani birinchi Fibonacci tortgan joyimizdan take profit turgan. Ikkinchisidan urmadi, menimcha impuls bo'lgan joyda. Mana bu joyda o'tamiz. Ya buni hozir ko'rdik-ku, to'g'rimi? Flatga tushgan joy. Mana bunisini ko'ramiz. Bunisi oxirgi seriya. Tak. Qizildan, ko'kdan pastda turibdi. Yashil shamni
yashil shamni, tak, oxirgi yashil shamni qora sham paglasheni qilgan bo'lsa, ya'ni shpilka bilan yoritgan, ikkinchisi paglasheni qilgan ekan, ikkinchisi paglasheni qilgan tortasiz. Garant ketdi. Mana bu garantga kelguncha ishlataverasiz. Yo bo'lmasa qonun qoidasi ikkita сделка ishlatsangiz, ya'ni ikkovi ham tek profit bo'lsa, bo'ldi, tugatasiz. Tepaga chiqdi. Pastga uni urdi, garant turdi va tepaga chiqib bezubutgan urgandan keyingi papetka birinchi, ikkinchi, uchinchi yashil shamni, mana uchinchi qora sham qopladi. Yana ishlatasizlar. Ketdi, garant turdi, yana tepaga chiqdi. Xullas ikkita bilan cheklanasiz. Hozir mana bu yerda yana paglasheni qilganni yoki mana bu yerdan paglasheni qilganni, yo mana pastga tushib tepaga chiqadi. Mana bu yerda paglasheni qilganni topib berish mumkin uni. Bu ham qonun qoidasi bilan ishlab bergan bular. Lekin ikkita bilan cheklaninglar, yetadi, ikkita bilan. Birinchi M15 time frame ni paglashenasi ikkita bilan cheklanasizlar, yetadi. Uni ham tek profit bo'ldi. Tak, yana qaraymiz. Tak, mana bu ikkinchi holati, ya'ni ikkinchi kulchava joy. Birinchisini ko'rdinglar, ya'ni anonda sham tanasi bilan yorib o'tib, indikator liniyasini yopilgan bo'lishi kerak. Birinchisi, ikkinchisi flatni zonada tushib qolsa, ishlatmaysizlar. Flatni zonada jizingni ishlatmaysizlar bu narsani. Tak. Xullas, flatni zonaga tushib qolsa ishlatmaysizlar. Keyingisi, har doim juma kunini faqat Osiyo sessiyasi ishlatasiz, London, New York sessiyasi ishlatmaysiz. Faqat juma kunini Osiyo sessiyasi ishlatishingiz mumkin. London, New York sessiyasi hech ham ishlatmaysizlar, chunki likvidnesslar yechiladigan payt bo'ladi. Mana shu juma kuni flatga tushgan joy bor. Ko'rdinglarmi? O'zi indikator ko'rsatib qoladi. Yaqinlashib bir-biridan o'ta olmay, mana flatga tushganini ko'rsatib turadi. Flatni zonani ko'ra olmasanglar, indikator o'zi ko'rsatib turibdi. M15 ga yana ko'ramiz mana. Historiyadan orqaga o'tkazib tashlaymiz, ko'ramiz. Misol uchun. Tak, mana qizil liniyadan pastda, ko'k liniya ham pastda. Impulsni joylar, aynan ishlagan joyini ko'rsatmaysizlar. Xullas, pastga paglashini bo'lgan joyda topasizlar, xullas. Tak. Misol uchun. Mana bu yerda M15 dan 1 minutlik o'tasiz. Paglashini qilgan joyini topdik. 1 minutlik o'tamiz, ochib bersin. Mana qizil liniyadan pastda, ko'k liniyadan pastda bir zonasidan keyingi bir zonasi mana bu yerda urgan va paglasheni, qora shamni paglasheni qilgan topamiz. Juda kichkina ekan. Mana bunisi kichkina ekan. Tana bilan yorganimni bilmadim. Yaqinlashtirib ko'ramiz. Yo'q. Bir tekisda bo'lib qolgan, uni ishlatmaymiz. Yorutgan topamiz. Yorutgan, paglasheni qilgan yashil sham. Demak, tak, mana tanasidan topamiz. Tanasidan soyasigacha topamiz. Soyasigacha. Xohlasalar oxirgi maksimum torting, xohlasalar shunga tortib qo'yinglar. O'zidan oldingi, mana oxirgi yashil shamdan bitta oldingisiga ham kassatsiya qiladi dedi qonun qoidasi. Shunga tortsanglar ham bo'laveradi. Xullas, garant prognoz bo'ldi. Garantga kelib bo'ldimi? M15 ga bo'ldi. Boshqasini ishlatmaymiz. Endi M15 ga o'tasiz yana. M15 ga o'tasiz. M15 ga o'tamiz. Yana paglasheni qilamiz. Qizil ko'kdan liniyadan pastda, demak bitta paglasheni topamiz. Mana yana bitta paglasheni. Yana bitta paglasheni topib qo'yaylik. Ko'rishimiz oson bo'ladi. Mana juda impulsni tushgan. Uni ishlatmasangiz ham bo'ladi. Tak. Mana kichkina paglasheni topasizlar-da, osonroq bo'ladi. Effektivroq ishlaydi. Ya'ni setup beradi. Impulsni joyda setup bermaydi. Kichkina anaqa paglashenali joyda setup beradi senga kirish uchun. Tak. Tak, oxirgi
yashil shamni, ikkita qora shamlarni paglashini qilgan. Mana shu yerda stop yegan bo'lsa kerak, ya'ni ko'ramiz. O'tkazib ko'ramiz. Yo garantga borib bergan ekan, setup bergan bo'lsa ishlaymiz, bo'lmasa yo'q. Tepaga chiqdi. Mana impulsni sham juda katta, buni ishlatmaymiz. Mana bu ham impulsni sham ekan, buni ham ishlatmaymiz. Bu manaki yashil sham. Mana yashilning 1 2 3 4 to'rttasi, mana oxirgi yashil sham bu bo'ladi endi. Mana tanasini yorgan. Bundan mana maksimumga Fibonacci tortamiz. Endi tepaga chiqdi. Tepaga paglashini qilsa topmaydi. Hali ham qizildan pastda turibdi. Endi qora liniyaga kirsa, mana paglashini kirgan joyda paglashini buni tortamiz. Yana qaraymiz, yana senga paglashini. Shpilka bilan kirib qolgan mana birinchi qonun kulchava joyini aytdim. Shpilka bilan kirdi-yu, tanasi tepada bo'ldi. Paglashini qilgan ishlatilmaydi o'rtoqlar. Eslab qolinglar. Birinchi kulchava. Mana buni ishlatsanglar bo'ladi. Qora yashil shamni, qora shamni ishlatsanglar bo'ladi. Xullas, ana endi shuni o'zini ko'rib chiqamiz. 1 minutga o'tamiz. 1 minutga o'tamiz. Bu maqsadda bu tomonga chizdim. Mana ki bu. Birinchisini ko'rdik, ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisini ko'rdik, birinchisida tik profil turdi, ikkinchisi. Ikkinchisida o'rtoqlarni. Qizil shamni pastga tushdi, qora sham, bir zonasi. Bir zonasi qizil sham, ko'k sham, qizil liniyadan, ko'k liniyadan pastda va bir zonasidan pastda bo'lib paglashini qilganini topamiz. Mana shu yerda mana bu paglashini qilmagan ekan, ikkinchi ham paglashini qilgan ekan, bizlarga o'chamiz. Garantga keldi, bezbutga yana tepaga ketdi. Bu yerda garantgacha ishlaydi. Ana endi ikkinchi izdelka. Mana impulsnisini ishlatmaysizlar, Tak. Impulsnisini ishlatmaysizlar. Yana bitta. Xullas vaqt bo'ldi, tepaga ketdi o'zi. Xullas Fibonacci ancha o'zi o'tib ketaman. Bitta tepaga ko'kda yorib o'tib, bitta paglashina bo'lgan o'zi tepaga ketaman degan. Bo'ldi. Endi keyingisini, xullas M15 ga o'tayotmaylik. Chunki tortib qo'yganmiz-ki Fibonacci ni. Sizlar lekin M15 ga o'tib kuzatib turasizlar har doim. Chunki M15 ga o'tmasanglar 1 minut time frame'ga dakansa qolib ketasizlar, stoplaysiz ekan. 1 minut time frame'ni o'zini tahlil qilib qolasizlar. Tepada ham foyda, pastda ham foyda bo'ldi. Ikkinchisiga ham endi uchinchisini ko'ramiz. Uchinchisini. Qizil shamdan ko'k sham pastda paglashini qilgan. Bo'larimizni ko'chamiz. Ketdi mana ki. Endi uchinchisini ko'ramiz. Mana bir zonasidan pastda. Mana impulsni sham ko'rdinglar. Mana shuning uchun ishlatmaydi deyman. Impulsni sham bu dabdala ishlatmaysizlar. Bunisi ketdi, buni ishlatmaymiz. Bir zonasidan pastda paglashina bo'lib qolgan mana ki. Qizil liniya, ko'k liniyadan pastda bir zonasini yorib o'tib birdan paglashina qilgan bo'lsa ham riskovat qilasizlar shunda ham ishlatib ko'rasizlar. Ketdimiz, tepaga ketgan. Qolgani o'zi paglashina bo'lmagan serga, tepaga ketgan. Bo'ldi. Bunda ham tek profil. Yana bitta ko'ramiz. Mana. Bir zonasidan pastga paglashina bo'lgani yo'q. Mana qizildan ko'k liniyadan pastda mana paglashina bo'lgan joy. Bir kunda 4 ta 5 ta izdelka aniq tek profit bo'ldi. Yetadi. Har kuni ana shunday stabilni daromad qilib, pulni yig'ib, ana shunday borsanglar bo'ladi. Yig'ib borsanglar bo'ladi shunaqa. Keyingisini ko'ramiz. Bir zonasi ko'k liniyadan, qizil liniyadan pastda, bir zonasini yorib o'tib, o'zi paglashina qilgan bir joyda o'zida. Mana shu yerda mana tanasidan tortamiz, mana Fibonacci. Garantni urdi. Keyin pastga tushib parallelga ketgan. Bo'ldi, bunga ham tek profit. Qolganini tortmadikmi deyman Fibonacci. Xullas tushunarli, o'rtoqlar. Strategiya oson va sodda.
ja qiyin deb o'rganmanglar, oson deb o'rganinglar. Nima uchun indikatorda qo'shdim? Sababini aytdim, chunki struktura ko'p qiynalasizlar. Strukturani o'rganmagan yoki tushunmay olmaydigan odamlar oson bo'lish uchun mana bu tillarni yurganini qaranglar, mana nima bo'lyapti? Bu torga o'xshab qolibdi. Bu inflyatsiya o'rtoqlar, inflyatsiya. Narxlar keskin o'zgarish holati juda ko'p bo'lgan o'zi. Inflyatsiya darajasi bo'ladi. Tak. Strategiya tushunarlimi? Strategiya tushunarlimi? Kimda qanday savol bor, bemalol savol bersanglar, ya'ni shu strategiya bo'yicha men o'sha joylarni yana sizlarga ko'rsatib, tushunarli bo'lish uchun ko'rsatib boraman. Salom. Bu hozir aytgan strategiyangiz faqat sellgami aka? Uptrendni ham xuddi shu holatda ishlatsanglar bo'ladi. Uptrendni. Uni ham ko'rsatib o'taman olasizlar uptrend holatda. Hozir downtrendda faqat mana bu ko'k liniyani olyapsiz-da, asosan shunday yorib o'tyapti-da. Keyin pastda vaqtda, misol uchun yorib o'tdi ikkalasini ham. Keyin yana поглощать qilgan joylari o'sha ko'k liniyaga tegyapti-da. O'shanda ham bo'ladimi? Ko'k liniyadan pastga bo'lsa yoki yorib o'tib tana yopilgan bo'lsa, o'sha birinchi ключевой joyini aytdim. O'shanda ham ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun bitta ishladi, xuddi shunday. Keyin ko'k liniyadan ham pastda umuman tegmagan, yana поглощать bo'lsa, yana Fibonacci tortib ishlatsak bo'ladi. Shunday, o'zi garantga agar M15 da Fibonacci'ni garantiya borib qo'ygan bo'lsa yoki ozgina yaqinlashib qolib поглощение qilgan bo'lsa ishlatmaysiz. O'zi yaqinlashib qolgan bo'lsa ishlatmayman. Yaqinlashib qolib поглощение qilinib bo'ldi, kerak emas. Bitta zdelka bilan qilaverasiz, cheklanaverasiz. Maksimum ikkita zdelka ochasiz bo'ldi. Keyin yana M15 ga o'tib поглощение kutasizda, yana shu qoida bilan ishlatib ko'rasiz. Faqat Osiyo sessiyasi uchun. Yo'q, mana qarang. Faqat juma kuni uchun deyapman. Faqat juma kuni uchun Osiyo sessiyasida ishlatsangiz bo'ladi, juma kuni. London, New York sessiyasida ishlatmaysizlar. Faqat juma kuni. Qolgan kuni Osiyo, London, New Yorkda ishlatsangiz bo'ladi. Endi New Yorkda qaraysizlar, New Yorkda volatilность juda yuqori bo'ladi. O'shanga nima deydi? E'tiborli bo'lib ishlasizlar, chunki volatilность yuqori bo'lgandan keyin o'zini switchning strategiyani qoidasi bordi. Bitta kichkina yashil shamni katta yashil shamni поглощение qilib qo'ygan ishlatilmasligi kerak-da. Ishlatmaslik kerak. O'shanday holatda New York sessiyasiga ko'p uchraydi. O'sha New York sessiyasiga ishlatmasanglar, Osiyo bilan London sessiyasi mashina yetadi. Minimum 4 ta zdelka ochinglar, har kun 4 ta zdelka постоянно take profitda chiqaverasizlar. Kunlik отчётlaringizda yig'ib boraverasizlar. Misol, bir kunga 4 ta zdelka ochdim, 4 tavi ham foyda. Ertasi kuni yana 4 ta zdelka ochdim, 4 tavi ham foyda. Yoki undan keyingi kuni 8 ta zdelka ochdim, 3 tasi stop loss, 5 tasi foyda. Ana shunday qilib haftalik отчёtingiz yillik hisobda yoki haftalikda foyda chiqib ketaveradi shunday qilib. Sekin-sekin o'sib ketaveradi. Tushunarli. Mana bu yema necha o'shani ko'rmay qoldim-da, sal kechroq qildim. Nastroykasi EMA indikatorni birinchisi 80 ga qo'yib olasizlar, ikkinchisini 18 ga qo'yib qo'yasiz. Nastroykasiga. Keyin rangini xohlagandek qilib olasizlar. Farqi yo'q. Men endi qizil qildim. Uzrda qaytarib boring, yoki eshittirmay qoldim. Mana EMA indikatorni o'zi shovqinli joyga ekansiz akajon. Ha, EMA indikatorni 18 ga qo'yasiz bittasini, ikkinchisini 80 ga qo'yasizlar. Nastroykasini 80 ga qo'yasizlar. Keyin rangini qaysidir bittasini o'zgartirasiz. Ikki xil bo'lib turishi kerak. Endi o'zlaringizga yoqqan rang qo'yib olasizlar, osonroq bo'ladi. Yema 18, yema 20. 80 ha? Shunday. Bittasi 18, bittasi 80. Boshqa savollar yo'qmi aka? Rahmat aka. Bo'ldi, xo'p aka. Yo'q, rahmat. Misol uchun qani bitta mana shunaqa joy topib olaydi. Mana, misol uchun qaranglar. Qizildan pastda, mana qizildan ham, ko'kda ham, qizil liniyadan ham, ko'kda ham yorib o'tganda mana bu oxirgi yashil shamni bu поглощение qilyapti.
qilib tanasi pastda yopilib qoldi. Ya'ni mana bu liniyadan qizildan pastda yopilib qoldimi? Mana shu pogresheniyani M15 da demoqchiman. M15 da ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, mana shunday qilib Fibonacci tortsanglar bo'ladi. M1 da o'tganlaringizda ham xuddi shunday holat bo'lsa, birinchi kulchoyda shuni ham ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni yaxshiroq ishlab beradi. Shpilka bilan yorib qo'yib paglashina qilgan bo'lsa ishlab bermaydi o'rtoqlar. Bu ko'k liniyadan pastda degani emas. Ikkinchisi, flatni zonaga tushdimi, bir marta stop yedingizmi, keyin qaraysiz. Agar flatni ketaversa, paglashina ham bo'lmayapti, tepada ham, pastda ham setup bermayapti, flatga tushib qoldi. O'sha joyda ishlatmaysiz. O'sha joyda ishlatmaysiz umuman. Flatdan chiqqandan keyin qaraysiz. Uchinchisi, juma kunini Osiyo sessiyasiga ishlatasiz, New York, London, New Yorkda ishlatmaysiz. Qolgan dushanba, seshanba kuni ishlataverasizlar. Faqat New York sessiyasiga har doim qolgan kunlarni ham e'tiborli bo'lib turasizlar. Nima uchun e'tiborli bo'lib turasizlar? M15 time frame da, misol uchun paglashina bo'lsa, impulsni paglashina bo'lishi mumkin. Mana misol uchun mana qaranglar. Qora shamni yashil sham paglashina qildi. New York sessiyasi bo'lsa mana shu. Impulsni paglashina qildi. Bo'ldi. Mana bu paglashina ishlatmaysizlar. Foydasi yo'q. Kerak emas. Dakansa ketgan, to'g'ri. Lekin ishlatmaysizlar o'rtoqlar. Bu kerak emas degani. Mana holat. Impulsni chiqdimi, sham paglashina qilib uni ishlatmaysizlar. Kulchoy joylari shu o'rtoqlar. Unaqa sehrli narsasi yo'q, oson. Ya'ni sizlar uptrend, downtrendni qonun qoidasi, strukturani, moshni bilmaganlaringiz uchun bu indikator ozgina bo'lsa ham sizlarga yordam berib turadi. Ya'ni umumiy struktura, qizil liniya ko'rsatadi. Umumiy struktura ham downtrendda, ichki struktura ham downtrendda deb ko'rsatyapti. O'shanda faqat selga bitim qidirishimiz kerak, ya'ni selga setup qidirishimiz kerak. Bu paglashina, pastga qarab paglashina qilganini qidirishimiz kerak degan. Endi uptrendda o'rtoqlar, mana uptrendda M15 ga o'tamiz. Uptrendni ko'ramiz. Uptrend holatini faqat selga tushgan ekanda bu. Mana uptrend holatini paglashina joyga ko'ramiz. Bitta qolganini shunday o'chirib tashlab, qolganlarini topganmiz mana. Mana qizil liniyadan tepada, ko'k liniyadan tepada paglashina qilgan. Paglashina qilgan. Paglashina qilgan. Tak. Qizil liniyadan tepada, ko'k liniyadan mana tanasidan yorib o'tib paglashina qilgan. Uptrend holatda. Qolganini ko'ramiz. Tak. Mana. Narqi juda kichkina yurgan, ya'ni dodji shamlarga o'xshab yurgan. Bunga riskovat qilsanglar ham bo'ladi, qilmasanglar ham bo'ladi. Uncha foyda bermaydi. Jana ozgina foyda beradi. Tak. Bayog'i pastga tushib ketgan. Mana uptrend holatda ikkitagina paglashinani ko'rsataman. Ikkita paglashinani ko'rsataman. Agar qaranglar, yana bitta joyda mana bu yerda paglashina bo'lgan, ha. Hozir bu tomonni keyin ko'rsataman, mana bu joyda aytib olay. Mana bu joyda paglashina bo'lgan. Ikkinchi sham mana qora sham tana bilan yorib o'tib, bu yerda fraktalni strukturani zo'r o'rgangan bo'lsangiz chiqib keta olasiz. Agar fraktalni strukturani zo'r bilmasanglar, bu narsani ishlatmay qo'yaveringlar strategiya. Ya'ni mana paglashina bo'ldi. Qora shamni yashil sham paglashina qildida, o'rtadagi ko'k sham, qizil sham. Siz aytdingiz, tana bilan yorib o'tib yopilgan-ki, ko'kda, qizilda ham, tepada yopilgan-ki deyishingiz mumkin. Yo'q, bu degani flatga turibsizlar. Flatning zonani paglashinasi bu. To'g'ri, tepaga ketib qolgan, lekin lutchi ishlatmaylar shuni. Hozir ishlamaydigan joyi chiqib qolsa, keyin ishlatib yurgan paytlarda shunaqa joyda ishlamay qolsa, keyin dabdala bo'ladi. Mana shu xavfdan xoli bo'ladi. Xullas, mana shu joyda ishlatmaysizlar mana. O'rtada ko'k liniya, qizil liniya o'rtada, ham paglashina qilganda o'rtada qolib ketgan. Bu shunday pastga tushib, mana shunaqasida yurib ketishi ham mumkin. Aytib bo'lmaydi. O'shaning uchun lutchimni ishlatmaysizlar. Ya'ni qizil liniyadan tepada, ya'ni mana bu yoqqa kelgan mana. Ko'k liniya tekkanda paglashina qilgan, lekin qizil liniya tegmagan. O'rtada qanaqadir distansiya bor, to'g'rimi? Mana shunday chiroyli holatlarni ishlatsanglar bo'ladi paglashina. Flatni zonadagini ishlatmaylar. Tushuntira oldimmi? Tak. Hozir mana Fibonacci bilan topganimizni bir ko'rsatib beray. Ya'ni uptrend holatda bitta akamiz so'radilar. Faqat selga ishlamaymiz-ki, tepada ham ishlaymiz-ki dedilar. O'sha qoidani tepada, xuddi o'sha tepaga qarab ishlatamiz.
O mana ikkita joy. Maksimum ikkita zelgacha ruxsat, bitta 15 minutlik paglashinasida. Tak. Kelgan, mana bayga paglashina qilgan. Shpilkasi bilan yorib o'tgan. Bu уже mana bu yerda mana shpilkasi bilan yorib o'tgan paglashina qilgan, shpilka bilan tegib qolgan. Yo'q, buni ishlatmaysizlar o'rtoqlar, ishlatmaysizlar. Keyin mana liniya o'rtada salabga tushgan. Bo'ldi, buni ishlatmaysizlar degan. Tamom. Buni ishlatmaysizlar. Ikkinchi zelkani ham mana bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Просто men aytmoqchiman, уже ko'p o'tib ketdi. Mana bu yerda paglashina bo'lganki, jilaniyazga qaraysiz, to'g'risi. Bitta zelka ochmadingizmi? Jilaniyazga qaraysiz, nafsga qaraysiz, farqi yo'q. Mana tana bilan yorib o'tgan paglashina qilgan va qora shamni nima uchun minimumga tortmadingiz deyishingiz mumkin. Farqi yo'q, minimumga tortsangiz ham bo'ladi. Mana endi sal yaqinroq minimumga nima deydi, orqamizga pulimiz ko'p bo'lsa vaqtni tortaveramiz. Ishlab berish ehtimoli yuqori, chunki uptrenddan umumiy strukturamiz tepada kurs topdi, ichki strukturamiz tepada o'zgargan kurs topdi, shuning uchun riskovat qildim. Ana shunaqa qilib ishlab ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchi paglashinada. Mana bir zonasidan tepada bo'lsa, mana qizilda mana bir zonasidan keyin ko'ramizda. Bir zonasiga borib tegdi, keyin ko'ramiz, chunki realniy bozorga Fibonacci tortganimizdan keyin baribir mana shuni holat turgan bo'ladi. Bu yog'ini bilmaymiz u. Qizil liniyadan tepada, ko'k liniyadan tepada qora shamni yashilcham paglashina qildi, demak bayga paglashina. Birinchi zelkasdik. Ikkinchi riskovat ko'rsangiz, mana impulsli holat, mana o'rtoqlar, impuls bilan chiqqan. Qora shamni yashilcham ikkovi paglashina qilgan, lekin impuls bilan o'rtoqlar. Ya'ni yashil sham juda uzun, katta shamda bular. Uni ishlatmaganlaringiz ma'qulroq. Keyingisi xohlasanglar bitta tek profitlar cheklansanglar ham bo'ladi, misol uchun. Bu ikkinchisi misolda. Qizil shamdan va ko'k shamdan tepada bo'lsa, effektivni ishlab beraveradi. Shuni tushuntira olaman. Shuning uchun ham M15 da ham bir xil qoida, M1 da ham bir xil qoida ishlatamiz. Uptrend holatda. Mana uptrend holatda yana bitta ko'ramiz, mana xohlasanglar. Ja uzoq o'tib ketdik, ko'rsatdik ham. Qizil liniyadan tepada, ko'k liniyadan tepada, mana paglashina qilgan joyi misol uchun. Tak. Juda impulsni olmaymiz paglashina. Nima olmaymiz. Tak. Tepada, ko'kdan tepada qolishgan. Shpilka bilan yoritgan yo'q, bu ham kerak emas. Tak, uptrend holatda mana qora shamni yashilcham paglashina qilgan, ko'k qizildan tepada. Bo'lishini olib ko'ramiz. Uptrendga ikkita setup ko'ramiz. Xullas ko'rsatmadim restoranga. Qolgan down trendga bo'lib ketganda o'rtoqlar uptrendda holatligini 15 minutlik, 1 minutligini ochib bermayapti. Xullas mana down trendda qanday ishlatdik, to'g'rimi? Down trendda qanday ishlatdik? O'sha qoidani ishlatasizlar uptrend holatda. Aka, mana bu hozir shu strategiyada undan avvalgi yana bitta strategiya o'rgatuvdingiz-ku, dalivka zonasi kelganda. Fox trade'dikimi? Ha, xuddi ana shunaqa holat bo'lsa ham dalivka kelganda ko'rsak bo'ladimi yo faqat bitta zelka ochamiz? Yo'q, bu switchni strategiyaning o'z dalivka zonasi 050618 zonasida. Men hozir Fibonacci'mga buni o'chirib qo'yganman-da, Fox Trade yoqib qo'yganman. Buni o'z dalivka zonasini so'rayotgan bo'lsangiz, mana hozir ko'rsataman, klassika o'tkazib olaydi. Mana 0618 mana Fibonacci'ga. Bunday Fibonacci tortaydi mana, misol uchun uptrendga tortgan bo'lsa, mana 05 zonasini yoqdik. Mana paglashinani tortganingizdan keyin agar
bir zonasidan tortganingizdan keyin 05 zonasi 0618 esa yana dalivga qilsangiz bo'ladi bayga qarab. Ya'ni balki siz razgon qilmoqchidirsiz. Yana dalivga qilishga pul bordir. Dalivga zonasi 05 0618 ga. Hozir Mana shu bir zonadan kirganimizdan keyin 1618 ga yetmasdan qaytsa-da, o'shanda dalivga zonaga kirsak bo'ladimi demoqchi edim. hozir mana M15 da panglashenasini topdik. Bayga qarab. Endi 1 minutlik o'tamiz. Mana qarab o'tiribsan. Ha, ko'ryapman. Misol uchun mana 1 minutliga o'tdikda, mana bu yerdan paglasheni topuvdik yana bayga, to'g'rimi? Aha. Paglasheni topdik-da, hozir mana bitta o'chiray, 050618 ga ko'rsatdi. Mana bir zonasi bordi, biz paglasheni qilgandan keyin bayga izdirga ochasiz. Mana buni shpilkasi bor, to'g'rimi? Yashil shamni bir zonasidan keyin yangi och. Shpilkasi ekan, mana tana bilan pastga tushirib 050618 ga kelsa, bayga yana bosasiz degan. Dalivga zonasi shu yerda. Paglashenidan keyin 050618 ga qarab pastga tushirsa, dalivga qilasiz, bayga qarab. Tushunarli. Qanday savollar bor? Tushunmagan joyingiz bormi? Shunday, juda sodda, juda aniqlik bilan kirishda bu shunchaki Fibonacci tortib 1.618 ba'zilar mana o'ylaydi-da, mana shu sevishgan strategiyani ishlatganlar, любой zonaga kelgan paytda ishlatganlar o'ylaydi, Fibonacci tortganim bilan hatto o'sha 1.618 ga bormay ketib qolsa, shunaqa holat ham bo'ludi menga deydi, to'g'rimi? Ana shuning uchun bu yana ham effektivroq ishlab berish uchun stop loss hajmini kamaytirish yo'lida, tushunyapsizmi? Stop loss hajmi ham kamayib ketyapti. Hozir mana buni mana grafikda qarab turgan bo'lsangiz, mana bu yerdan mana bu yergacha stop loss tortganimdan ko'ra ichkarisiga kirib, mana bir zonasidan bu stop loss tortaman, ketdi. Mana bu endi garantga borsa bizubitga qilinadi. Mana misol uchun mana bu stop loss hajmimiz qarang qanday kichikroq ketyapti, to'g'rimi? Garantga boradi bizubitga, qolgan bizubitkasini xohlasa katta time frame ni 1.618 ga cho'zsa, 1 ga 4 satlashenadajda normal tek turadi. Mana shunday holatlarda ko'proq olib chiqib ketadi. Ba'zi bir holatlarda kamroq olib chiqib ketadi. Olib chiqib ketadi polibonni. Lekin ba'zida nonni kamroq tishlaydi, ko'proq tishlaydi deganda gapda aka bu. Lekin bu yerda nima deydi? Stop losslar juda ham kamayib ketadi. Mana odamlar har doim ochaversa stop loss bo'lyapti, nima uchun tek bo'lmayapti deydi-ki. Tek profitlar soni ko'proq, stop losslar soni juda ham kamayib ketadi ba'zida. Yaxshiroq strukturani o'rgansa, strukturani zo'r o'rganib, tradingdan yana ko'proq bilim olaversa, mana bu holat umuman muammo bo'lmaydi, ishonaveringlar. Mana shu strategiyani bo'mmillatib ishlata olasizlar. O EMA indikatorida mana shu yoqmasanglar ham bo'ladi. Yoqib qo'ysanglar ham strukturani bilganlaringiz uchun ishonaveringlar, yoraverasizlar, yoraverasizlar. Chatga olishni kuzatib turdim, oson soddalashtirilgan. Uni o'rganib olish kerak yaxshilab bo'ldi. Jonim aka bilasizki, bunaqa narsalar miyamni tiqilyapti. Bilaman, ko'p ustoz. Bola o'rganib olish kerak bu narsalarni. O'rtoqlar, bo'ldi, saqlanib qilaman, hozir yakunlayman. Tak.